Texnikamiz ovozini eshitdilaring. Assalomu alaykum bizni kuzatib barcha obunachilar. Video davomida ko'rdilaring, navbatdagi 82 traktorimiz sotiladi. Manziliga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumanida Uychi qishlog'ida turibdi. O'zimda qishlog'imda texnika chiqqan, shuni qo'yib boryapman do'stlar. Kanalga yangilar obuna bo'lib, birdonagina like bosib qo'ying. Sizlarni ko'p kuttirmagan holatda buni narx-navolar bilan tanishtirib o'taman do'stlar. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, 125 million kam bor ekan. Bizning nomimizdan chiqsalaring yo'l qo'yib berishadi do'stlar. Xo'sh, dokumentlarda umuman muammo yo'q. Hozir ko'rsatishni o'zim ko'rdim. Notariusda bitadi ishlaring. Hamma joy soz holatda, juda chiroyli qarab minish kerak. Video davomida ko'rasizlar, bu yerdan yog' olmagan, boshqa bo'lmagan texnikamiz. To'tala baloni yangisidan zo'rida. Shu ishlataman deb qidirib yurgan texnikalarimni men sizlarga to'g'ib qo'ydim. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Yurgizib, minib, oldi-orqaga qilib, qo'yib ko'rsatib borganmiz do'stlar. Bizda qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa texnika ishqibozlariga videoni jo'natib qo'yishdan esdan chiqmasin do'stlar. Ko'rib turgan texnikalaringni bir boshdan sizlarga ko'rsatib o'taman. Oldi. Peridoklardan, vidishlardan boshlasak, biror yerdan yo'q oqmagan, mana ko'rib turibsizlar. Eng glavnisi balonlarni aytinglar. Balonlari ham cho'tki holatda yangidek turibdi do'stlar. Orqasi ham, oldi ham belshina degan ekan. Bunaqasi hozir chiqmayapti ekan. Mana yangidek. 8 talik yangi vipisga peridok qo'yishgan. Motorimizga keladigan bo'lsak, motorimiz qora motor. Ovozni ham eshitgizamiz. Juda chiroyli, tankillab ishlab turibdi do'stlar. Mana shu holatlar. Tayyor salarkasini qo'yib, gazni bosib ish qilinaveradiganman do'stlar. Shu orqa holatlari. Orqalar bo'yini singan, almashtirib olsa bo'ladi. O'n 15,5 balonda turibdi, aytgandek, belshina. Balon holatini ko'ryapsizlar. Ollari ishlaydi, mana kardallari. Shu muftichkalar qo'yib qo'yishgan, mana cho'tki holatda qarab minishgan. Shunaqa texnika ishqibozlariga videoni jo'natib tashlayverasizlar do'stlar. Sizlarga salon qismini ham ko'rsatib o'taman. Bismillah. Salon qismlari. Çiçekleri ham cho'tki qilib qo'yishgan. Aytfollar ishlaydimi? Aytfollarni simlarni ulab qo'yish kerak ekan. Kabinaning ichini ko'rib chiqdik. Texnikamizni bitta yurgizib ovozini eshitamiz. Texnikamiz ovozini eshitdilaring. Bittada cho'tki holatda yuryapti. Bitta motordan ovozlarni eshitib nima deyapti do'stlar? Oldiga orqaga yurib bering endi. Orqaga.
Mana shu texnikamiz do'stlar.